Farqlar zarur har bir kishiga, savob ila zarar gunohmi. Puxta yurur biling ishiga, kim tanisa Rasulullohni. İbadati bir istirohat, ko'rmas aslo ruhiy talofat. Ko'ksin silar haqiqiy rohat, kim tanisa Rasulullohni. Kim tanisa Rasulullohni. Xulqi go'zal ilmi bo'lar mo'l, chalg'itolmas biror yomon yo'l. Ayoliga ko'tarmaydi qo'l, kim tanisa Rasulullohni. Assalomu alaykum, meni ko'rib turgan hurmatli aziz obunachilar. Ozgina shuncha berib ketaman. Juda ko'pchilik Malika xolamizning videosini maza qilib tomosha qilyapti. Asosiy Instagramga qo'yapman, YouTube'ga ham kam-kam qo'yapman, lekin juda ko'pchilik maza qilib videolarni tomosha qilyapti. Hurmatli aziz obunachilar, Malika xolamizni inshaalloh kelayotgan 10-avgust kuni Umra ziyoratiga jo'natyapmiz. Litsenziyaga ega Farg'onadan uchadi. Shu Malika xolamiz bilan maza qilib ota-onamni jo'nataman, birgalikda bor umralar qilib kelishadi deydigan insonlar uchun Malika xolamiz reyslarida Farg'onadan Sobirjon qori boshchiligida katta ellikboshi bilan birgalikda Xudo xolisi uchib borishadi. Mana shu reysga bormoqchi bo'lgan insonlar pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Malika xolamiz bilan birgalikda chiroyli qilib safarlar qilib kelishadi. Bu insonni duosini olib, ko'pchilik shu ota-onalarini yaxshi joydan, ishonchli joydan jo'natishni xohlashadi. Mana shunaqa joyda sizlarga tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi reys. Hammalarni taklif qilib qolaman 10-avgust kunga Farg'onadan Priyamo reysimiz Malika xolam bilan birgalikda 50 boshlam juda ham malikali 50 bosh Xudo xolasa. Hammani taklif qilib qolaman. Shu videomiz podelitsiya qilib, bittadan laykni shu Malika xolamiz uchun bosib qo'yinglar. Rahmat. Malika xola, yaxshimisiz? Sog'lasiz, yaxshimi? Ochilib, sochilib. Yo'q, suvlar, qanaqa suvlar olib chiqinchi bu yoqqa? Oo, qanaqa suv bu? Saxirim bor degandim, olib kelibdi. Mana saxirga ichilsa. Taqsir aka, hali sizlarga qilgan saxir suv-a bu? Ashimikin, qani? Ha, asha aka, adashmasam. Quvada bitta joyda sotilyapti-yu, balans. O'sha, xuddi o'sha. Hali quvada 168 Xitoy magazin tagidagi bor-ku. Shukrullo yangi ochdi anaqa aksessuar magazini yonida. Ha, asha nimalar berishdi mana qani? Rahmat olib kelganlarga ham. Ha, saxir suvlarni ichib. Qizga ham. Qiz bola olib keldimi? Qiz bolada meni yerga kelganlar. Ha, endi bu saxir suvlarni ichib, saxirlaringiz ketib, mazza qilib bo'lar ekan-siz-da. Ertalabda o'qala tomonda qo'ydi. Qulluq bo'lsin ko'ylanglar. Qayerdan olib qo'ydilar? Mas qiz olib berdilar. Oho. Ro'mollar qulluq bo'lsin. Bu yoqqa chiqingchi. Ichkarida tavalli bo'lib turavermasdan. Alloh nazar solsa hech gap emas ekanda. Endi sizga bitta iltimosimiz bor. Bizni hurmat qilasizmi? Bizni hurmat qilasiz-a? Qaytib ro'molingizni yechmang. Siz ro'molingiz bilan Go'zalsiz. Go'zalsiz siz. Haqiqiy o'zbek ayolisiz siz. Mana shu go'zalligingiz boshingizda ro'molingiz bilan siz mana o'zbek onalarimizga o'xshab o'raysiz. Bunaqa o'ramaysiz. Haqiqiy o'zbek onalariga o'xshab o'raydi ro'molda. Bunaqa emas, bunaqa boshqacha. Men onam rahmatligim o'ttisida qo'raldi ro'molni. Ana, qoshlarini bo'yapti. Ko'zlarini bo'yapti. Hamzat og'am ishqida lolu, hayron, devona. Kecha salonchilar yoqdimi? Yoqdi. Bugun Geçen makama zo'rg'a chidab o'tirib qildi. Mazza qilsin bugunlar ham qilib qo'yishgan bo'lsa, kuniga salon. Endi mana uyingizga mana buyrak toshlari, qarang, saxir toshlari, bu qarang, mana uni qarang. Mahsulotlarni ichib, to'g'risi Malika xolamning yurishi yangi kiyim. Salon, uylar lola. Ichaman desa, mana saxirlarga suv, oyoq qo'llaringiz og'riqlaridan tugaydi, xudo xolasa. Mazza qilib Allohning uyini tavof qilib kelarkansiz-da. Mana suvni olib kelganlarga ihson qilganlarga duo qiling. Amin.
qizni ham bolalarini orzusini ko'rsin. Amin. Bilan Xudoyim bizdaqa hojilarga borib Amin. qo'ysin. Xudoyim hammasi bir kamiz suvlari bitta qolmay sotilib Amin. ketsin. Amin. Xudoyim Amin. o'zinglarga yuzi issiq ko'rinsin. Amin. Qo'llarini ko'pgina qilsin. Allohu akbar. Mana hurmatli do'stlar, Quva tumanida yagona hisoblanayotgan Saxirga oid balansli nomlangan necha ming metrdan ham chiqayotgan Saxir suvlari endi Quva tumanida. Sirdaryodan kelishadi menimcha. Ha, aka bu nomi dong'i ketgan suv aka. Bu suvga aka yetganlar bor, yetmaganlar bor. Tayyor Quva tumaniga olib kelibdi. Malika xolani uygacha yetib ketdi mana. Alloh nazar qilgan odamsiz-da. Nima yangichisi sizga ekanda? Nima yangichisi Malika xolam? Ha, endi bo'ldi. Ko'ylaklargacha mana. Boshimga hech kim Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli Malika xolani ashaddiy fanatlari qilsak ham bo'laveradi. Xudo xohlasa Malika xolamiz ko'rib turganlaringdek 10-avgust kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'ylab Umra sayohatga chiqib ketadi. Malika xola bilan birgalikda Umra qilaman deganlar bo'lsa, sayohatga billa mazza qilib, sayohat va ibodat va ziyoratlar qilib kelaman deydiganlar bo'lsa, zudlik bilan bizga qo'ng'iroq qilinglar. Aynan Malika xola bilan birgalikda mazza qilib, Allohni tomosha qilib, tavof qilib, ibodat va ziyorat va sayohatlarni qilib kelasizlar. Hojona bo'lib. Endi qarang, kim telefon qilsa hozir birgalikda siz bilan Umra safariga shu sayohatga chiqadi Xudo xolasa. Qalay bo'ldi? Xursandsiz? Voy, kuchayib ketdi. 10-kuni Xudo xolasa Malika xolamiz ketadi. 10-avgust kuni. Ashida bunaqani o'qishni bilmayman, men o'shanga aytyapman. 10-avgust kuni ketasiz. Hozir nima oy? Iyul. Hamma o'z hujjatlari rasmiy. Iyulda avgust keladi. Bir oy qoldi. Bir oy ham qolmadi. Iyun tugab, hozir iyulda. Iyulda tugayapmiz, ha. Iyun tugadi. Endi Bir oy ham qolmadi hozir tayyorgarligingiz ko'ring, boryapsiz mandaqalarga. nima? Bugun necha? 12. 12. Ha, voy, oz qoldi. 25 kun qoldi. 25 kun qoldi. Zo'rmi? Xursandmisiz? Hammasiga qarang. Hamma ishlarda boshida turgan avvalo Xudo. Mana shu Maqsud akam qarang. Avvalo Alloh. Hamma ishni boshida turgan mana shu avvalo Alloh, mana shu bir dona bloger. Boshqa hech kim emas. Mana shu loyiha qilib sizni qarang. Mana 30 million kreditingizni yopdi shu akamiz Malika xola. Keyin do'koningizga sarmoya qilib berdi, birovga sarg'aymasin deb. Mana shu duvolingizni qilib berdi, ayvoningizni qilib berdi, dorozingiz, dorozaxonalaringiz, mana ko'pchilik bilan birga obunachilar bilan uylaringizni kosmetik remont, gilam, parda xullas lola bo'lib ketdingiz. Hamma yo'g'ini mana shu blogerimizni haqqiga duo qilasiz. Bitta o'zi, boshqa joyda ko'p blogerlar birlashib qilyapti. Bu yerda faqat bir dona Maqsud akam, ya'ni Quva tezkor info hamda Quvolex Telegram kanali asoschisi Masha bloger o'zi tirishib qildi. Men ham ozgina yordamlashdim-u, faqat anaqa ijtimoiy tarmoqdaman, lekin hammasi bitta shu bolaning mehnati va obunachilarning mehnati. Bitta duo qiling shu bolaning haqqiga ham. Shu bola ham baxtli bo'lsin. Amin. Ishlari yurishib ketsin. Amin. Hech kim dushman bo'lmasin. Amin. Xudovanda menga 100 baravar yordam bergan bo'lsa, bu bolaga Xudoyim million baravar yordam bersin. Amin. Hamma ishlari yurishib, baxtlari olsin. Allohu akbar. Hurmatli obunachilar, men uzr so'rayman. Haqiqiy bloger mana shunaqa bo'ladi. Bitta o'zi hamma yoqda tirtillatib qo'yadi. Maqsud akamga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Joninglar sog' bo'lsin. Quva tezkor info hamda Quvolex Telegram kanallari xizmatingizda. Rahmat.